Hayotbek hoji aka, kompaniyalar Madinadan Makkaga tez yurar poyezd qilishadi. 3 soat poyezd yurgan yaxshi emasmi, 6 soat avtobusda yurgandan ko'ra? Xo'p, bu bizda juda ko'plab bu savollarni ijtimoiy tarmoqlarda, SMS orqali yoki telefon orqali ham ko'p beriladigan ayni muddao bo'lgan savol bo'ldi. Buni javob shundayki, biz poyezdga qiziqmaganligimiz sababi o'zi asli olib qaraganingizda avtobus qulay deb bilamiz. Nima uchun? Mehmonxonani eshigini oldidan avtobus qabul qilib, yana mehmonxonani oldiga borib qo'yadi. Endi poyezd dedi, poyezdda haqiqatan to'g'ri 3 soat yuradi, lekin asli mehmonxonadan chiqishi vaqtingizni qarab turib, yana qayta mehmonxonaga yetib borishingizni vaqtini avtobusga ketgan vaqtga solishtirsangiz, avtobusdan ham ko'proq vaqtingiz ketishi mumkin. Nima uchun? U yerda ham ovoragarchilik bo'ladi, mehmonxonadan taksiga o'tiriladi va poyezdda yurish vaqtidan necha oldinroq yetib borish kerak. U yerda tez yurar poyezdni vaqtini ozgina kutiladi va poyezdga borib, poyezddan chiqib, borib tushib, yana u yerdan yana taksi bilan yana mehmonxonaga ketiladi. Shularni hisobini olganmiz va undan tashqari avtobusda yaxshi tomonlari, bizga yoqqan tomoni 50 boshi birgalikda ilmiy suhbat va savol javoblarda birga bo'ladi. Va yana bitta qulaylik tomoni miqotga tushib 2 rakat namoz o'qib umraga niyat qilib o'tib ketiladi. Biz shularni afzal deb bilamiz. Rasulullohning yurgan yo'llarini avtobusda ko'rib ketadi. Lekin asl vaqtlari jihatidan ovoragarchilarni avtobus bilan poyezdnikini solishtirganda meni shaxsiy o'zimning fikrim avtobusda ham yengil, ham tez yetib boradi deb o'ylayman. To'g'ri aytasiz. 1-2 marta biz ham kech qolib biletimiz kuyib ketgan. Ozgina kechiksangiz biletingiz kuyib ketadi. Yana ovoragarchilik. Undan tashqari bilet olib registratsiyadan o'tib joyizni aniqlashtirib olishingizga umumiy 1,5 soat vaqt ketar ekan hisoblab chiqdim. Yashang. Shuni odamlarga tushuntirib bo'lmayapti. Juda ko'p odamlar telefon qilib tez yurar poyezdmi deydi. Asli tez yurar poyezdni yutkazadi. Vaqtdan ham yutkazadi. Ancha-muncha suhbatlardan ham qolib ketadi. Shuning uchun biz albatta doim komfort avtobuslarga murojaat qilamiz. Shu orqali safarlarimizni davom etkazamiz. Salomat bo'ling akajon.